Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Dam olish kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun yana yakshanba tongida siz bilan birgalikda mehmonga borish arafasida turibmiz. Bugun biz ko'rsatuvimizda tarix, musiqa, ilm-fan, jamiyat va inson qadri haqida boshqacha bir suhbat quramiz. Bugun biz dotsent, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, professor Saxodat opa Murtozovaning xonadonlariga mehmon bo'lib keldik. Xullas, yana mehmondamiz. Assalomu alaykum. Mehmon kutayotganmidingiz? Ilmli ayol o'z kuchini bilgan, qadriyatini anglagan, yo'lni yorita oladigan ayoldir. Bugungi sonimizda ham aynan shunday ilmli, ma'rifatli, butun umrini ilm va jamiyatga bag'ishlagan ayol haqida bo'ladi. Marhamat azizlar, kitobdan boshlangan suhbatimizga sizni ham chorlaymiz. Saxodat opa, mana va nihoyat siz bilan uchrashish nasib etdi. Avvalambor bizga ajratgan vaqtingiz uchun tashakkur bildiramiz. Rahmat, xush kelibsizlar. Avvalambor sizlarga rahmat. Shu el xizmatidan charchamanglar, ishlaringizga omad, muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Yakshanba kuni bo'lsa ham xizmatdasizlar. Saxodat opa, uy bu insonning ruhiy makoni. Men endigina so'ramoqchi edim, ilhom burchagi bormi deb. Lekin ko'rib turibman, ilhom burchagida o'tiribmiz. To'g'ri topdimmi? To'g'ri aytdingiz. Endi ish jarayonida albatta dars jarayonlari bo'ladi, ma'ruza jarayonlari, jamoatchilik ishlari, yig'ilishlar, cho'pa-cho'p, yugur bo'ladi-da. Endi hozir tezkor davrda yashayapmiz, topshiriqlar ham ko'p. Hammasiga ulgurishga harakat qilamiz. Uyga kelgandan keyin avvalambor o'zingiz aytganingizdek, ertangi darslarga, mashg'ulotlarga tayyorgarlik, o'zimizda o'sha ilmiy faoliyatimiz ustida yana ishlash, yanada o'sha yuksalish sari, ilmiy muvaffaqiyatlar sari mana ilmiy tadqiqot ishlarini olib boryapmiz. Hali hanuz izlanishdamiz va uyga kelgandan keyin endi bilasiz, ilmiy jarayonlar ham bu igna bilan quduq qazganday barobar deyiladi. Har bir etapini etap qilib boriladi, bosqichma-bosqich va o'sha chala qolgan joylaridan kelib ijod qilish uchun ozgina bir o'zingizga vaqt topasiz. Undan tashqari ruhiy nuqtai nazardan o'zingizni bir rejalashtirgan ishlaringiz bo'ladi, mutolaa qilasiz. Mana kitob javonimizda insonni komillikka yetaklovchi bir fazilatli kitoblar bor. Shu bilan bir qatorda xalqaro, jahon adabiyoti durdonalari bor. Bugun inson jamiyatda bir o'z o'rnini topish uchun, albatta muammolarga qandaydir yechim topish uchun ruhiy jihatdan ham mukammal bo'lish kerak. Shuning uchun mana qarshingizda turibdi psixologiyaga doir kitoblar bor. Kelib, ishdan bo'sh vaqtimizda ijod qilamiz. O'sha o'zimizda ilmiy faoliyatimiz ustida rejalashtirgan ishlarimizni bosqichma-bosqich amalga oshiramiz. Ertangi darslarga, ma'ruzalarga tayyorgarlik ko'ramiz. Kun davomida ishlaysiz. Talabalar, tadqiqotlar, izlanishlar, safarlar. Uyingizga kelib birinchi qiladigan odatingiz nima? Avvalambor uyga kelganingizdan keyin xavfsizlikka qaraysiz, tevarak atrofga qaraysiz va kechki ovqatga tayyorlanamiz. Undan keyin har doim odatga aylantirganmiz. Kechki sayrimiz bor, 20-30 daqiqa toza havoda yuramiz. Bu ham inson uchun, sog'liq uchun, insonning tetikligi uchun juda ham muhim.
Demak, siz ham sog'lom turmush tarziga amal qilasiz. Albatta. Har kuni. Har kuni sog'lom turmush tarziga amal qilamiz. O'sha hattoki ratsionimizda ham o'sha sog'lom ovqatlanishga harakat qilamiz. Chunki bugun davr taqozosi shu. Oziq-ovqat xavfsizligi degan bir masala bor. Chunki albatta inson salomatligini asrash o'zini qo'lida. Bugun bu uchun mana bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p kontentlar bor. Eng o'zimizga foydali jihatlarini olamiz. O'zimiz nima deymiz, onalarimiz o'rgatgan pand nasihatlarga amal qilamiz. Qadriyatlarimiz bor o'ziga xos. Sizni ulg'aytirgan muhit, tartib, intizom bugun orqaga qarab turib meni ilhomlantirgan, menga to'g'ri yo'l ko'rsatgan aynan mana shu voqea yoki mana shu inson saboq bo'lgan deb ayta olasizmi? Ya'ni u inson kim edi yoki voqea qanaqa voqea edi? Bu savolingizga qisqa javob berish qiyin, chunki har bir insonni hayot yo'li uni kelajakdagi bir marralarini, yutuqlarini belgilab beradi desam noto'g'ri bo'lmaydi. Chunki 90 yoshdan oshgan bobom bo'lardilar. Bizaga o'sha 17-yil voqealari, Ikkinchi jahon urushi voqealari, ya'ni o'sha ishchi batalyonida u kishi xizmat qilganliklarini aytib berganlar. Bir chiroyli uch og'ayni botirlar, keyin To'tinoma haqida chiroyli ertaklar aytib berganlar. Shu bobomni aytgan pand nasihatlari, ertaklari qandaydir meni olis bir tarixga, o'tmishga bir yetaklaganda. Undan tashqari men ulg'aygan muhitda onajonim va otam erta rahmatli bo'lganlar. Biz endi 1-sinfni tugatganimda men 82-yilda otam rahmatli bo'lganlar xastalik tufayli. Onajonimni o'zlari 8 ta farzandni oq yuvib, oqtarib, o'stirib, kamolga yetkazib, bugungi kunda hammamiz jamiyatni bir faol insonlari bo'lib, onajonim duogo'yimiz. Har doim shu onamdan borib bir ozgina ishdan charchasam yoki bir toliqsam, bir borib duolarini olsam, bir bolam qaddingni tik tut, to'g'ri bo'lsang to'g'anoq yo'q degan bir chiroyli shunday bir fikrlarni aytadilar. Bilasizmi, juda katta motivatsiya olaman. Va mana shu onajonim yoshligimizdan bizani bolalarim, meni yoshligim urush yillariga to'g'ri keldi. Men o'qiy olmadim, bolalarim sizlar o'qinglar deb kichkinaligimizdan bizga kitoblar olib kelib berganlar. Va onajonimni o'sha bergan pand nasihatlar doimo hozir ham aytadilar, hattoki hozir nabiralariga, chevaralariga aytyaptilar. Onajonim evara ham ko'radilar, umrlari uzoq bo'lsin. Va avvalambor mana shu onajonimni aytaman, juda ham katta o'rinlari bor. Hatto men aytishim kerak deb o'ylayman, chap qo'lda yozaman. Endi bobom rahmatli Ikkinchi jahon urushiga ketgan ekanlarda, onajonim otalari urushdan qaytib kelmaganlar. U kishidan faqatgina noma'lum xabar kelgan xolos. Bedarak ketgan deb shunday xabar kelgan. Onajonim o'sha vaqtda 3 oylik chaqaloq qolganlar, 42-yil. Va onajonim hattoki otalarini ko'rmaganlar. Otalarining surati ham saqlanib qolmagan hattoki. Va doim qalblarida bir armon borda. Va men maktabga borganimdan keyin, chap qo'lda yoza boshlaganimdan keyin ustozlarim harchand menga tanbeh berishgan, o'ng qo'lda yoz deb. Shunda onajonim aytganlar. Meni otam chap qo'lda yozganlar. 3 ta qishloqni ombor mudiri bo'lganlar va u paytlar cho'tka tashlangan-ku, hisob kitoblar qilganlar. Chap qo'l yozganlar. Meni dadamni chap qo'l yozishi bu qizimga o'tgan deb onam ruxsat olib berganlar, keyin men ham chap qo'lda yozib ketganman. Hozir hamma ishlarim deyarli chap qo'lda bajaraman, yozuvlarim ham, chizuvlarim ham. Shu bilan bir qatorda albatta aytishim kerak deb o'ylayman, bu meni burchim. Meni 40 yil pedagog bo'lgan, musiqa ilmida o'ziga xos bir tajribaga ega bo'lgan, jonli ijroda bemalol to'y hashamlarni o'tkazib, yoddan ham so'zni talaffuzida, ham avj pardalarini erkin ijro etgan va o'ziga xos bir san'at yo'lini yaratgan meni akajonim bor edilar. 21-yilda rahmatli bo'ldilar, Sayfulla Murtozov. Qarshi pedagogika bilim yurtida, Qarshi davlat universitetida kafedra mudiri bo'lib, o'sha musiqa nazariyasi metodikasi kafedrasini boshqarganlar, ko'plab shogirdlarga ustozlik qilganlar
mani endi men tarixchiman, musiqashunos emasman. Tarixchi bo'lsam-da, musiqa tarixini ilmiy tadqiqot mavzusi sifatida olishimga mana shu oilaviy muhit, avvalambor akajonimga biz shunday havas qilganmizda, endi oilamizning eng bosh farzandi bo'lganlar va ziyoli inson, endi oliy ma'lumotli bo'lganlar, akamni yurishlari, turishlari, bizaga bergan pand nasihatlari, qattiqqo'lliklari bizaga bir o'rnak bo'lgan, namuna bo'lganda, har doim yurishlarida, kiyinishlarida, o'sha sahnalarga chiqib torni ushlashlarida juda betakror inson edilar. Nima bo'lyapti ishing deb har doim biror bir, endi men shu 18-yil himoya jarayonida o'tiribman. Endi musiqashunos emasman, boyagi yuqorida aytganimdek, tarixchiman, lekin o'sha musiqani terminlari, notalar bilan bog'liq yoki birorta bir namoyandani musiqiy asari haqida bir ma'lumot kerak bo'lsa, shunday akam desam, shoshma, to'xta deb menga dona qilib tushuntirib berardilar-da. Himoyamga borganlar, tabriklaganlar, ko'zlariga yosh olib. Endi bilasizmi, armonimda bu meni. Akam hozir mana shu yutuqlarimni ko'rib yonimda o'tirishlari kerak edi aslida, lekin xastalik tufayli o'tib qoldilar. Aziz insonlarimni xizmati juda katta bu borada. Oilaviy muhit avvalambor. Qani aytmaqsadinga nimadir sening, nega tilkalaysan bag'rimni ohang, nechun kerak bo'ldi senga ko'z yoshim, nega kerak rubob senga shuncha, nechun kerak bo'ldi senga ko'z yoshim, nega kerak rubob senga shuncha. Saxodat opa, mana qo'limga bir kitobingiz tushib qoldi, ya'ni o'sha musiqa madaniyati haqida yozgan kitobingiz ekan. Bilasizmi, men 19-asr oxiri, 20-asrning 80-yillarida O'zbekiston musiqa madaniyatidagi transformatsiya jarayonlari mavzusida ilmiy tadqiqot ishini himoya qilganman 18-yilda. Bu 2008-yilda boshlangan ilmiy tadqiqot 10 yil deganda shu prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan ilmiy tadqiqotchilarga, yoshlarga mamlakatimizda yaratilgan bir shart-sharoitlar natijasida bu ilmiy ishlarimiz yuzaga chiqdi. Bugun men kabi yuzlab, minglab yoshlar o'zini ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishyapti. Tinch yurtda mana shunday yangiliklarga intilish yarashadida. Endi qarang, mana shu musiqa madaniyatidagi transformatsiya jarayonlari 19-asrning oxirida qanaqa edi O'zbekiston musiqa madaniyati? An'anaviy ravishda ustozdan shogirdga ham nota, ham cholg'u qismi deyiladi, ham qo'shiq qismida, aytim qismi deydi, yoddan o'tganda. Lekin bizaga mana shu 19-asr oxiridan boshlab notalar kirib kela boshladi. Yevropa janrlari kirib kela boshladi. Bugungi kunda ular bizni milliy an'analar bilan aralashgan holda o'ziga xos bir transformatsiya jarayonlari yuzaga keldida. Bizada opera san'ati yo'q edi va bizaga Yevropa an'analari natijasida o'sha opera kirib keldi. Bugun bizning milliy operamiz bor. Estrada san'ati kirib keldi 2-jahon urushi yillarida. Bugun bizning milliy estradamiz bor. Ko'ryapsizmi, transformatsion jarayonlar qanday bo'lganda? Bu juda qiziq. 19-asrning oxiridagi o'sha Turkistonskiy Vedomosti gazetalari, general gubernatorlikni alohida o'zini kanselyariyasi bor, arxiv fondlarida 100 yilga oldingi ma'lumotlarni topib, o'rganib, ozgina bir mavzuyizga taalluqli bo'lgan bir ma'lumotni ko'rsangiz ham xursand bo'lib ketasizda. Birdaniga olib, misqollab, yig'ib mana shunday bir tadqiqot ishi yaratiladi. Bugun men to'g'ri tanlov qilganligim va o'sha ustozlarimizning pand nasihatlari natijasida deb o'ylayman. Hozir shogirdlarimga ham mana shu musiqa tarixini o'rganilmagan jihatlarini, hali tadqiq etilmagan jihatlarini tadqiqot mavzusi sifatida berganman. Kichkinagina bo'lsa-da o'zimni ilmiy maktabimni ham shakllantiryapman. O'zbekistonning xalqaro musiqa aloqalari yo'q, o'rganilmagan. Buni shogirdimizga berdik, Murod va Sadoqatxon yaqinda seminardan o'tadilar. O'sha ham mana shu falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun izlanyaptilar.
estrada san'ati tarixi tarixchi nuqtai nazaridan o'rganilmagan, lekin musiqashunoslar, madaniyatshunoslar endi ularni shifri boshqada. Biza 070001 O'zbekiston tarixi ixtisosligi. Bu nuqtai nazardan o'rganilmagan. Va mana yana bitta Tog'ay Murodov Jamoliddin degan shogirdimiz bor. U kishiga biz O'zbekiston musiqa madaniyatidagi ustoz shogird an'analari va sulolaviy ijodkorlik faoliyati tarixi. Masalan, o'zimiz uzoqqa bormaymiz, Murodovlar sulolasi. Oling, o'zimizda Qashqadaryolik, to'g'rimi? Yoki misol uchun mana respublika miqyosida Rajabiylar sulolasi, Zokirovlar, unaqa sulolalar juda ko'p bizaga. Ularning tarixini tarixchi nuqtai nazardan o'rganishni men tadqiqot mavzusi qilib berganman. Chunki katta bir davriy doirani o'rganganingizdan keyin qaysi jihati o'rganilmagan, qaysi jihatini o'rganish kerak degan sizga shu olimlikni bir alohida bir intuitsiyalar shakllanadi-da, sizga g'oyalar shakllanadi-da va ular orqali asta-sekin mana shunday bir ilmga, ma'rifatga o'zingizning hissangizni qo'shasiz. Ilk kitobim mana bu yerda kichkinagina kitob. Bu o'quv qo'llanmam. Bu 2013-yilda chop etilgan. Bu yerda ham bizani bitta maqom san'atini aytib o'tib ketadigan bo'lsam, Buxoro shash maqomi. Uni alohida maktabi bo'lgan. Xiva, ya'ni Xorazm maqomlari, uni alohida maktablari bo'lgan. Misol uchunda Toshkent Farg'ona yo'nalishi alohida. Bular bir-biridan keskin farq qiladi. Maktablari, ularning aytish yo'llari va ularning yetuk namoyandalari hammasi bir-biridan farq qiladi. Va bu bizani betakror san'at namunalarimiz. Buni asrab avaylashimiz kerak. Yoshlarimizga o'sha san'atimizga bir qiziqishni uyg'otishimiz kerak avvalambor-da. Chunki bugun biz zamon talabi shu globallashuv davrida yashayapmiz. G'arbga intilish ko'proq-da yoshlarimizga. O'sha g'arb san'atiga, g'arbga taqlid qilish ko'proq. Lekin asl madaniyat, asl ma'naviyat sharqdan taralgan. Bizni 9-12 asrdagi allomalarimiz ilm fan sohasiga tamal toshini ular qo'ygan aslida. Ibn Sino bobomiz ruhiy xastalikka chalingan insonlarni musiqa bilan davolashni, muzika terapiyani o'sha davrda bundan 1000 yil oldin yaratib qo'ygan edi. Forobiy bobomiz 70 ta tilni bilgan, musiqa haqida katta kitob asarini yozgan. Biz bulardan bahramand bo'lishimiz kerak, bulardan motivatsiya olishimiz kerak. Buni ko'proq targ'ib qilishimiz kerak deb o'ylayman. Yana ozgina bir izoh bermoqchiman-da. Faqat musiqa tarixiga doir emas, to'g'ri, men ilmiy tadqiqot yo'nalishim musiqa tarixi. Hozir bizning universitetimizda magistratura bor. Tarix yo'nalishi magistraturasi bor. Shu magistraturada magistrlarimizga mana shu musiqa tarixidan tanlov fan, alohida fan dasturi, silabuslarini, o'quv metodik majmualarini yaratib darslik sifatida o'tilyapti hozir bu. Tanlov fan sifatida. Undan tashqari men hozir mana shu universitetda tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasini boshqaryapman. Va mana shu kafedrada bitta o'quv yilini misol keltiraman sizga. O'tgan o'quv yilda shu jamoamiz bilan o'zim rahbarligimda 51 o'quv qo'llanma darslikni yaratib, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining muvofiqlashtiruvchi kengashidan o'tkazib, guvohnomasini qo'lga kiritdik. U yerda sharq allomalarining ilmiy merosi, u yerda numizmatika, u yerda muzeyshunoslik, u yerda jahon tarixi, O'zbekiston tarixi va hokazo. O'rta Osiyo xonliklari tarixi, tarix fanini barcha o'sha o'quv rejasida bor fanlardan biz o'quv qo'llanma darsliklar yaratdik. Bu respublika bo'yicha ommalashadi bu kitoblar. Faqat shu ijod, izlanish, tinim bilmay harakat deydiki shu. Maqsadimiz ezgu. Ishlaringiz, ijodingiz tahsinga sazovor. Endi Saxodat opa, professor ayol uyda qanday inson, ya'ni uy bekasi sifatida sizni ko'rmoqchimiz? Professor ham oddiy inson. Men hali hayotimda bir katta bir yutuqlarni, natijalarni qo'lga kiritdim deb o'ylamayman. Hali hanuz izlanishdamiz. Ibn Sino bobomiz aytganlar, bilimim so'ngida chuqur o'ylasam, bildimki hech narsa ma'lum bo'lmagan. Modomiki 6 ta bo'limdan iborat tib qonunlarni yaratgan. 57 yil umri davomida Ibn Sino 460 dan ortiq asarlar yaratgan. Shuning uchun biz hali endigina ilm olamida shakllanayotgan yosh olimlardan desak to'g'riroq bo'ladi. Endi kamtarlikka kamollik deyshadi. Shuning uchun men ko'p xohlamayman. Juda nima deydi, katta yutuqqa erishdim deb hisoblamayman. Endi hozir agar mumkin bo'lsa, oshxonada bir chiroyli parhezbob bir taom tayyorlasak, o'tirib, keyin mana bu yerda mehmondorchiligimizni davom ettirsak bo'ladi. Juda maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki biz sizning xonadoningizga mehmon bo'lib keldik. Sizni uy bekasi sifatida ko'rmoqchimiz avvalambor. Mayli.
Kitob insonning ichki dunyosiga yo'l ochadigan eng sokin, eng sadoqatli yo'ldosh. Ushbu sahifalarni varaqlab turib yana bir bor anglayapman. Agar ayolning qo'lida kitob bo'lsa, u nafaqat o'zini, balki bir avlodni tarbiyalaydi. Ayol ilm olgani, oila yuksalgani, jamiyat o'zgargani, ertangi kun mustahkam bo'lgani demakdir. Ayol ma'rifati bu uyga kiradigan nur, bolaga beriladigan tarbiya, jamiyatga tariladigan ezgulikdir. Azizlar, men Saxodat opadan hobbingiz nima, uydagi eng sevimli mashg'ulotingiz nima deb so'raganimda, ular ovqat pishirish deb javob berdilar. Endi esa Saxodat opa bilan birgalikda Saxodat opaning sevimli mashg'uloti bilan mashg'ul bo'lamiz. Ya'ni biz oshxonada ijod qilamiz. Saxodat opa, menga ham fartuq bersangiz, sizga yordamchi bo'laman. Xo'p, bo'ladi. Nimadan boshlaymiz, Saxodat opa? Avvalambor oshxonaga kirganda boshimizga ro'mol o'rab olamiz, fartuqlarni taqib olamiz. Juda maqtana oladigan pazanda emasman, lekin harakat qilamiz. Bugun bitta parhezbop dimlama tayyorlaymiz, nasib bo'lsa. Demak, ishni nimadan boshlaymiz? Nazar solishdan boshlaymiz qozonimizga va birinchi navbatda mahsulotlarimizni tayyorlab olamiz. Dimlama bilasizmi, bug'da pishadi va hazm uchun yaxshi, ham parhezbop hisoblanadi. Shuning uchun ko'proq onam mehmon bo'lib kelsalar, men ko'proq mana shunday dimlamalar tayyorlashni yaxshi ko'raman o'zim. Menimcha bugun ham onangiz mehmonga kelganlar. Ha, albatta. Hali onangizni ham suhbatga tortamiz. Ha, onajonim bizaga ko'p to'g'ri yo'lni ko'rsatganlar. Har doim bolalarim o'qinglar, izlaninglar deb hamma narsani yoshligimizdan o'rgatganlar. Shu taom tayyorlashda ham har doim o'rnak va namuna onajonim bizlar uchun. Saxodat opa, farzandlaringiz haqida gapirib bering. Farzandim Sevinchxon juda ham zukko, o'z ustida tinmay izlanadi. Hozir til bo'yicha sertifikatlarga ega bo'ldi. 3 ta sertifikatni olish uchun harakat qilyapti. Hamma sertifikatlarni qo'lga kiritishgandan keyin davlat test sinovlariga ham kirishlari shart bo'lmaydi-ku. Shuning uchun harakat qilyapti qizim ham. Hozir 3 ta sertifikatini oldi. Toshkent diplomatiya oliygohiga kirish niyatida harakat qilyapti qizim. O'z ustida ishlaydi, jahon adabiyotiga ko'proq qiziqadi, detektiv kitoblarga qiziqadi juda ham. Hozir yoshlarimiz juda ham zukko, ular bilan ham qadam yurish kerak. Shuning uchun ota-onalar ham ko'proq kitob o'qish kerak-da. Kitob o'qishsa, chunki ularning savollariga javob berishlari kerak-da ular. Va doimiy mana o'qish majbur bo'lgan kitoblar bor, bilasiz. Said Ahmadning Jimjitlik asari misol uchun. Keyin Navoiyning Hamsasi. Navoiyning Hamsasi. Firdavsiy Shohnoma. O'tgan kunlar misol uchun. Ko'p-ku biz mana shu kitoblarni o'qiganmiz. Sizning eng sevimli asaringiz qaysi? Men ikki ish qorasini o'qiganman. Maktab paytimda o'qiganman. 91-yil maktabni bitirganman. Maktab vaqtimda o'qiganman. Ba'zan o'sha kitobdagi qahramonlar bilan birgalikda inson voqealar, kechinmalar, jarayonlarga xuddi o'zingiz ham o'sha jarayonning ichida bo'lasiz-da. Hozirgi aytgan asarlarni yo unisi yaxshi, yo bunisi yaxshi deya olmayman. Hammasini o'ziga xos ahamiyati bor insonni. Masalan, o'sha Jimjitlikda o'qiganimda Mirvali, Jayrona, o'sha qahramonlar ichida bo'lasiz-da. U juda ham boshqacha sizga ta'sir qiladi u. Misol uchun o'sha tariximiz, yaqin tariximiz haqidagi bir kitob deb o'ylayman shu kitoblarni. Keyingi yillarda psixologiya bilan shug'ullanyapman. Birinchi navbatda pedagog, misol uchun
qaysi sohani pedagogi bo'lishdan qat'iy nazar umumiy pedagogikani o'qish kerak. Tarbiya nazariyasi bor va ta'lim nazariyasi bor pedagogikada. Fuqarolik tarbiyasi, ekologik tarbiya, jismoniy tarbiya, aqliy tarbiya, umuman olganda qirralari, sohalari juda ko'pda va yoshlarga, bolalarga, o'quvchilarga qanday yondashish kerak. Buning uchun pedagog birinchi navbatda umumiy pedagogikani o'qish kerak. Psixologiya esa insonni ruhiyati bilan bog'liq jarayon. Har xil holatlar bo'lishi mumkin. Bir noxolis xatti-harakatlar bo'lishi mumkin. Sizni dunyoqarashingiz, fikrlashingiz yoki o'sha faoliyatingizga bir tanqidiy yondashishi mumkin va inson agarda yo'nalishni to'g'ri olgan bo'lsa, u to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lsa, ana shunday vaqtda uning irodasi baquvvat bo'lsa, buning uchun esa siz psixologiyani yaxshi bilishingiz kerak. Psixologiyani, pedagogikani yaxshi bilmagan inson o'zini hayot yo'lidan adashib qolishi ham hech gap emas. Birinchi navbatda yaxshi pedagog bo'lish uchun umumiy pedagogikani o'qish kerak. Jamiyatda o'z o'rnini topish uchun u avvalambor psixologiyani bilish kerak. Chunki bugun bilasiz, psixologiya juda ham rivojlanib boryapti. Shuning uchun mana shu jarayonda albatta buni biz bilishimiz kerak deb o'ylayman. Uy bekalari-chi? Uy bekalari ham albatta o'sha oilada yuqorida ham aytib o'tdik, farzandi misol uchun maktabdan berilgan topshiriqlardan qandaydir bir zerikish yoki bir qandaydir qiynalish holat bo'ladi-ku shunday. Albatta u uy bekalari ham o'zi shunaqa bo'ladi, biz ham shunday o'qiganmiz qiynalib deb. Agar o'qib nima bo'larding deb agarda uni ruhiyatini sindiradigan bo'lsa, u noto'g'ri deb o'ylayman-da. Demak, eng avvalo onalarimizni o'qitish kerak, to'g'rimi? Viloyatimiz miqyosida, buni respublika miqyosida ham qizlarimiz o'qisin degan bir loyihalar ilgari surilyapti. Qizlarimiz ziyoli bo'lsa, ular tarbiyalayotgan farzandlari ham ziyoli bo'ladi. O'zbekistonimizda o'sha gender tenglik masalasi, misol uchun xotin-qizlarni va erkaklarning teng huquqliligi eng ustuvor bir ahamiyat kasb etyapti bugun mamlakatimizda. 2019-yilda maxsus qonunlar, qarorlar qabul qilindi. Jamiyatimizda xotin-qizlar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar ham havas qilsa arzigulik. Buni jahon hamjamiyati, xorijiy davlatlar ham e'tirof etilyapti. Xotin-qizlarimiz har jabhada faol bo'lib, berilayotgan imkoniyatlardan unumli va samarali foydalanishlari kerak deb hisoblayman. Endi Saxodat opa, ovqatimiz pishguncha onajoningizni suhbatga tortmoqchiman. Mayli. Choy iching. Rahmat. Onajon, avvalambor siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Xonadoningizda mehmon bo'layotganimdan juda ham baxtliman. Xush kelibsizlar, rahmat. Saxodat opam o'zlarini ilmlari bilan, odoblari bilan, umuman olganda ayollarning orasida ajralib turadilar. Shunday. Bolalikdan mana shunaqa ilmli, ma'rifatli ayol bo'lishi sezilganmi sizga? Qaysi odatlarini ko'rib qizim kelajakda shunaqa o'qimishli bir inson bo'ladi deb o'ylagansiz? Shunaqa bir odatlari bormidi? Bor. Bu juda ham ilmga chanqoq, talabchan. Yonimizdagi maktabga men o'zim 27 yil farrosh bo'lib ishlaganman o'sha yerga. Bolalarim o'sha yerga o'qigan, lekin sinfini ichiga bolam alohida ajralib turayotdi. Juda fallaya, faol, hamma fandan 5 olib o'qigan. Birinchi bolam o'g'il bola edi, Sayfulla Murtozov, Qashqadaryo ahli tonechi edi. Bormagan joyi qolmagan. San'at shaydosi edi u. Muzika o'qituvchisi edi u. Universitetga 5 yil o'qib,
45 yil pedagoglik qilib pensiyaga chiqqandan keyin yana shu ilm darajasi ko'p uchun buni universitetga chaqirib olishdilar dars berishga. 21-yil olamdan ko'z yumdi. Shu bolam judalar kuchli edi. Shu akasini ta'limini ko'p olgan bu bolam Saxodatjon. Qancha maqtasam oz balamni. Faqat o'z kuchi bilan, ilmi bilan aytamanki, tangatib ketaveradi. Bir qarasam uyg'onib yana shu mashinkaga, ikki qarasam mashinkaga. Shunday qilib shu martabalarga erishdi. Xursandman, bolasi ham ilm shahadosi. Hozir o'zimiz yonimizdagi maktabga o'qiychi edi, olib kelib shu universitet ichidagi akademiya liseyga qo'ygan. Men otam chap qo'l yozar ekanlar. Shu bolam chap qo'l yozadi hozir. Shunday xursandman, endi adatsiz xursandman. Shu otamni nimasi shu bolamga kelgan. Ilmi ham kelgan. Bu bova-kalonlar kuchli odam bo'lgan. Saxodat opaning birinchi erishgan yutug'i yoki birinchi unvon olgan kunini eslaysizmi? Eslayman. Har doim yig'lab bag'rimga bosib, faqat bundan yuqori intilishini so'rayman-da. Bundan ham yuqori bo'lsin martaba. Bundan hozir ham aytamanki mana akademik bo'lsin deyapman. Toshkent ustalari o'tir senat bo'lsin deyapman. Ertalab o'yqataydim. Bularni choy tashkil qilishimni o'rniga bir suruv qo'yimiz bordi bizdan. Uyg'otaydi-da tur desa yo'q deychiydi. Tur bolam shu maktab vaqtigacha shuni aylantiribki, ularni aylantirmasangiz bo'lmaychiydi. Bag'rashib. Xarxasha qilsa ham qo'yni oldiga solib beraydi. Shuni olib chiqaydi-da 10 minut ham o'tmay gullatib haydab keladi. Dadalar xarxasha qilib qolaylar. Nima darrov olib keling desalar, maktab borishim kerak. U vaqt 1-sinfga boraychi-da. Shuni voqealar bo'lgan. Mana Saxodat opa ko'p kitob o'qib, uy ishlari qolib ketib, siz hech tanbeh berganmisiz? Yo'q. Kitob o'qimasdan uy ishlarini qilgin deb tanbeh bergan paytlaringiz bo'lmagan? Yo'q, bermaganman. O'qi deganman. Bular ko'pchilikda qizlar, 6 qiz balam. Birini ishi biri qilaveradi, birini ishi biri qilaveradi. Azizlar, Saxodat opani xonadonlariga tashrif buyurganimizda ularning xonadonlarida ham mehmonlari bor ekan. Mana yonimda o'tirganlari opamizning qizlari bo'ladilar, bular jiyanlari. Siz mana ilm-fanga hayotini, umrini bag'ishlagan bir ayolning qizi sifatida, mana shunday muhitda katta bo'layotgan bir farzand sifatida sizni ilmga bo'lgan qiziqishlaringiz, fikringiz qanday? Sizni o'zingiz nimaga qiziqasiz? Nima bilan shug'ullanasiz? Yutuqlaringiz bormi? Shu haqida gapirib bersangiz. Mani shu ilm fanga qiziqishimga dastlab buvijonim sabab bo'lganlar. Aslida o'zi fanga qiziqmaganman. San'at sohasiga ko'proq qiziqqanman. Buvijonim ingliz tili fanidan repetitorga qo'yishni boshlaganlar. Keyin oyijonim ham bunga qiziqish bildirganlar. Keyin men ham shu sohaga asta-asta kirib kelishni boshladim va 2024-yilning oktyabr oyida milliy sertifikat C1dan B2 darajasini qo'lga kiritdim. Bunga oyijonimni juda mehnatkashlari, jonkuyarliklari menga saboq bo'lgan. Shu sababdan qiziqib ketganman. San'atga bo'lgan qiziqishingiz so'nib ketdimi? Yo'q, har doim ertalab musiqa bilan boshlayman ishlarimni. Men Saxodat Murtozovani jiyanlari bo'laman, ya'ni opalarining qizlari bo'laman. Hozirda Qarshi davlat universiteti 2-kurs biologiya mutaxassisligi bo'yicha magistrantiman. Bizani mana shu oilamizda katta bir ilm modeli sifatida buvijonimni ayta olaman. Va undan keyin men shu xolamni yoshliklaridan buvijonim tarbiyalaganlar va xuddi shu borada xolam ham meni tarbiyamga katta hissa qo'shganlar. Bilamanki o'sha eng birinchi bosqichlaridan o'sha ishlarini davrlaridan boshlab universitetga olib borardilar va men ham o'sha yoshdagi kichik bir qizaloq mana shu yerda o'qib, o'zimni bir ilmiy izlanishlarimni olib boraman degan o'sha paytda o'ylar o'tgan. Va hozirda ilm-fan yo'lidagi o'zimni ilmiy tadqiqot ishlarimni olib bormoqdaman. Va hozirgi zamon talabiga keladigan bo'lsak, bilamiz, til bu hozir katta
bir yutuq sifatida, zamonni bir katta talabi sifatida e'tirof etilyapti. Shu boisdan ham men ingliz tilidan o'sha C1 sertifikatini, C1 darajadagi sertifikatga egaman. Va o'tgan yili 2024-o'quv yili davomida o'sha bir semestrlik 6 oylik NSP, ya'ni ingliz tilida National Scholarship of the Slovak Republic nomli grantini qo'lga kiritib, o'sha Markaziy Yevropada joylashgan Slovakiyada o'sha Preshev universitetida bir semestrlik akademik mobilnik dasturi asosida o'qib qaytdim. Va qaytganimdan so'ng ham u yerdagi meni tanlashimga eng katta bo'lgan sabab o'sha universitet bizani ilmiy tadqiqot yo'nalishimizga doir ishlar qilib borishgan va biz ham ikkala universitet o'rtasida hamkorlik, kollaboratsiyalarni olib bormoqdamiz. Xo'sh qizlar, endi sizlarga savolim. Yoshlarning, hozirgi yoshlarning yutuqlari nimada, kamchiliklari nimada deb o'ylaysiz? Sizlar ijtimoiy tarmoqlarga qanday qaraysiz? Ijtimoiy tarmoqqa aytadigan bo'lsak, men ingliz tilida social media deyiladi. Uni ham pozitiv, ham negativ tomonlari mavjud. Hamma o'ziga har xil tomonlarini ko'proq ola oladi. Misol uchun, uni pozitiv yoki negativ tomoni ko'proq deb aytib bo'lmaydi. Hamma narsani Albatta. ijtimoiy tarmoqsiz hayotimizni tasavvur qilishimiz qiyin. Ya'ni bir qo'ng'iroq orqali biz minglab masofalarni bir-biri bilan bog'lanishimiz mumkin. O'shandan qanaqadir dunyo bo'ylab millionlab, milliardlab informatsiyalarni olishimiz mumkin va o'shalar ketidan qancha katta bir yutuqlarga erishishimiz mumkin deb o'ylayman. Endi negativ tomonlarga keladigan bo'lsak, negativ tomonlari misol uchun sog'lom turmush tarziga eng katta, masalan, ko'z nuriga misol uchun aytadigan bo'lsak. Keyin uni ijtimoiy tarmoq uni o'zini shaxsiy hayotidan ham ko'proq muhitni egallab qo'yapti-da. Ya'ni kim misol uchun to'liq bolalar unga yoshlikdan kirib ketib borishyapti va buni oqibatida ular har xil jamiyatdan uzilib qolishadi, menimcha shunday deb o'ylayman. Ijtimoiy tarmoqlar doim menga yaxshi ta'sir qilgan, Albatta. lekin har doim bitta yomon tomoni bo'lgan. Ko'zim sal og'rib turadi-da, ko'p kirib ketsa. Yoshligimdan telefonim bo'lgan. Taxminan 5 yo 6 sinflarimda o'zimning telefonim bo'lgan va oddiygina shaxmat o'ynashni ham ijtimoiy tarmoqlardan o'rganganman. Oddiy kitob mutolaa qilish uchun ham qimmat kitoblarni ham ijtimoiy tarmoqlardan bemalol topib o'qish imkoniyati bor. Lekin o'sha yomon tomoni vaqtni o'g'irlaydi. Rahmat qizlar, juda ham maroqli suhbat uchun. Sizdek yoshlar katta bo'layotganidan, sizdek yoshlar kelajagimiz ekanligidan biz juda ham xursandmiz. Sevinchxon shaxmatni juda ham yaxshi o'ynar ekanlar. Men ham shaxmat o'ynashni juda ham yaxshi ko'raman. Endi Sevinchxon bilan donasiramiz. Sevinchxon, shaxmatni sizga avvalo kim o'rgatgan? Aslida shaxmatni ijtimoiy tarmoqlar orqali o'rganganman va juda katta bosqichlarga qatnashmaganman. Faqat maktabda sinflar bo'yicha musobaqada qatnashib birinchi o'rinni olganman. Ha, demak faqat maktabda birinchi o'rinni olgansiz. Shaxmatga juda ham ko'p e'tibor bermagansiz, lekin buni aql mashqi sifatida o'ynab turasiz. To'g'rimi? Sifatida To'g'ri topdim. Xuddi shunday. Yuring. Azizlar, men bu qizga mot bo'ldim. Mana shunday yoshlar voyaga yetayotganidan juda ham xursandmiz. Sevinchxon, bundan ham katta yutuqlarga erishing deyman. Sizga o'xshagan yoshlardan biz faxrlanamiz.
Saxodat opa, sizni ko'p savollar bilan qiynamoqchi emasman, lekin kichkinagina blitz savollarim bor. Blitz savollarimiz qisqa va tez javob berishi kerak bo'lgan savollar bo'ladi. Agar siz tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Mayli, marhamat. Demak, boshlaymiz. Birinchi savolimiz: tarixning qaysi davri sizni eng ko'p o'ziga jalb qiladi? Endi bilasizmi, meni o'rgangan davriy doiram Rossiya imperiyasi davri, Sovet davri va bugun mustaqillik davri. Endi qadimgi davrni ham, o'rta asrlar davrini ham o'rganamiz. Lekin ko'proq mana shu ilmiy tadqiqotim davomida shu Rossiya imperiyasi davri, Sovet davri, ya'ni o'sha Sovet davridagi qatag'onliklar, xalqimiz boshiga solingan bir adolatsizliklar, insonni bilasizmi, qalbini bir og'ritadigan jihatlar bor-da. Shuning uchun ko'proq shu vatanni bir farzandi sifatida mana shu davrni ko'proq nima deydi, yanada chuqurroq o'rganish kerak deb o'ylayman. Bugungi kunda esa ko'proq tarannum etishimiz kerak. Mana shu kunlarni bir qadriga yetishimiz kerak albatta. Kitobsiz ham o'tadigan bir kuningiz bormi? Kitobsiz o'tadigan kunim yo'q. Chunki har doim kitob bilanman-da. Ertaga darsga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Har doim notebook sumkasida kitoblarim bo'ladi. Uyga kelaman, mana javonim to'la kitob, ishxonamga boraman. U yerda ham o'zimning xonamda kitob javonim to'la kitob. Har doim kitoblar bilanmiz. Qaysi sifatni insonda eng oliy fazilat deb bilasiz? Birinchi navbatda o'sha adolatlilik, to'g'ri so'zlik, fidoyilik, insondagi ezgu fazilatlar shular. Qashqadaryoning siz yaxshi ko'radigan bir odati? Birinchi navbatda bolajon, bag'ri keng, mehmondo'st xalqmiz. Mehmondo'stlik eng asosiysi. Men o'ylayman, bunday yurt hech qayerda yo'q. Bu chunki yakka yagona bizning yurtimiz. Saxodat opani 3 so'z bilan ta'riflasak, u so'zlar qanaqa so'zlar bo'ladi? Birinchi navbatda vatanparvarman deb o'ylayman. Vatanparvarlik, samimiy insonman. Men har doim hamma bilan samimiy bir munosabatda bo'lishga harakat qilaman. Ish jarayonimda ham, talabalarim bilan ham va shu bilan bir qatorda adolatparvarlik, to'g'ri so'zlik meni shiorim. Saxodat opa, mazmunli suhbatingiz uchun, mazali taomingiz uchun Mehmondamiz jamoasi nomidan sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Tomoshabinlarga bo'lgan tilaklaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Avvalambor vaqt ajratib, kamtarona xizmatimizni bir qadrlab, tashrif buyurib, mana shu viloyatimiz televideniyasini Mehmondamiz ko'rsatuv ijodkorlariga, rahbariyatlariga, hammalariga tashakkur bildiramiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har bir yosh, har bir fuqaro shu vatanni ko'z qorachig'idek asrab, shu yurt meniki, shu vatan meniki. Men bu yurt rivojiga qanday qilib o'z hissamni qo'shishim mumkin degan bir yaratuvchanlik kayfiyati bilan yashashlarini bilasizmi? Umr oqar suvda bir qarasangiz, yoshgina maktabga boramiz, sumka orqalab, bir qarasangiz yetuk insonga aylanamiz, bir qarasakki sochlarimizga oq oralab, keksalik ham eshik qoqib qolishi hech gap emas. Chunki donolarimiz shunday aytishganda, umrni oqar suvga qiyoslashadi. Shuning uchun o'zingizni oldingizga rejalarni qo'ying, maqsadlarni yuksak qo'ying va shu maqsadingiz sari izlaning, intiling, chunki bugun hamma sharoit bor. Yangi O'zbekiston sharoitida har bir inson, har bir yosh, har bir o'g'il qiz davlatimizni e'tiborida, e'zozida. Bundan albatta biz unumli foydalanishimiz kerak deb o'ylayman. Aziz tomoshabinlar, bugungi suhbatimizning har bir daqiqasi bizni bir haqiqatga yana ham yaqinlashtirdi. Ilm insonni ezgulik sari yetaklaydigan eng qudratli kuch ekanligining isbotini bugun ko'rdik. Yakshanba tongini biz bilan qarshi olganingiz uchun sizga tashakkur bildiramiz.
yanagi sonlarda yangi bilim, yangi qahramon, yangi ilhom bilan uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.